Assalomu alaykum. Men Mubina Omatova, yoshim 29 da, oilaliman. 3 nafar o'g'il farzandning onasiman. Hozirda farzandlar tarbiyasi bilan bandman. Men psixoanaliz kursiga qatnashgunimga qadar meni sog'ligimda ko'plab muammolar meni qiynab kelgan. O't pufagimdagi kuchli og'riqlar, oshqozonim osti bezlaridagi hazm qilish jarayonlarining buzilishlari hamda doimiy meni qiynab keladigan og'riq bosh og'rig'i va oyog'imning yozning chillasida ham sovqatishi meni qiynab kelar edi. Men psixoanaliz kursini o'qib va ko'plab natijalarga erishdim. Bulardan meni xursand qiladigani o't pufagimdagi og'riqning yo'qolganligi, hazm qilish jarayonlarining yaxshilanganligi va oyog'imdagi sovqatishlarning yo'qolganligi, doimiy bosh og'rig'idan xalos bo'lganligi meni juda ham quvontirayapti. Va bundan tashqari aytishim kerakki, men psixologiya sohasida 6 yildan beri o'qib, o'rganib kelayotgan bo'lsam-da, bu sohada yanayam ko'proq bilimlarga ega bo'ldim. O'z tanamni his qilishni o'rgandim, eshitishni o'rgandim, shaxsiy chegaralar qo'yishni o'rgandim va bolalikdagi travmalarni yechdim. O'zimni qaytadan angladim. Yillar davomida og'riqlarimni bostirib, og'riq qoldiruvchi dorilar bilan yashayotgan edim. Hozir esa bu og'riqlardan butkul xalos bo'ldim. Psixoanaliz kursiga o'qigunimga qadar, o'qishni xohlayman deb niyat qilganimga qadar ham biroz qo'rquvlar bo'ldi. Hatto niyat qilib to'lovni qilganimdan so'ng ham menda qo'rquv bo'ldi. Natija olarmikinman? Og'riqlardan xalos bo'larmikinman? Travmalar meni tark etarmikin degan qo'rquvlar juda ham ko'p bo'ldi. Chunki aytganimdek, men psixologiyani o'rgangandim, o'z ustimda ishlagandim, juda ko'p yo'nalishlarni o'qidim, ko'plab psixologlardan dars oldim va bu kurslar, bu o'qishlarim natijasi ko'proq menga og'riq qoldiruvchi dori vositasida xizmat qilayotgandi. Lekin bu kursni sotib olib o'qiganimdan so'ng amin bo'ldimki, bu kurs psixoanaliz kursi og'riq qoldiruvchi dori emas, aksincha haqiqiy dori ekanligini, haqiqiy shifolanish ekanligini his qildim va o'zimda tajriba qildim, amaliyot qildim va buni his qildim, anglab tushunib yetdim. Psixoanaliz kursiga o'qigunimga qadar bo'lgan Mubinadan hozirgi Mubinani so'rashganda shunday deb javob bergan bo'lardim. Oldingi Mubina garchi o'qigan, bilgan bo'lsa-da, o'zi bilan shug'ullanmaydigan, sevish kerak, shaxsiy chegarani qo'yish kerak desa-da, atrofdagilarga o'zini sevmaydigan, shaxsiy chegaralarni qo'ymaydigan, tana og'riqlarini doimiy ravishda bostirib kelgan Mubina edi. Hozirgi Mubina esa o'zini sevadigan, o'zini qadrlaydigan, hurmat qiladigan, shaxsiy chegaralari bor, tana sog'ligiga erishgan, xotirjamlikka erishgan Mubinadir. Va atrofdagi insonlarning nazdida ham o'z fikrini bayon qila oladigan, tushuntira oladigan, o'zini sevgan kasbiga ega, o'z yo'nalishiga ega, oilada mehribon ona, suyukli rafiqa, mehribon kelin hamda mehribon farzandga aylandim. Buning uchun alhamdulillah deyman. So'zim oxirida shuni aytmoqchimanki, agarda siz ham men kabi hayotingizni ijobiy tarafga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, tana og'riqlaridan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu kursda o'qing, o'rganing va o'zingiz uchun baxtli hayotni yarating.